Niso. Muallif Hafsa. Ovoz beruvchi Anna. 9-qism. Aziz xonasida ruchkasini aylantirib kutib o'tirar. Asli ertaga hech qanday majlis yo'q. Shunchaki Niso uchun o'ylab topilgan bu ish qizni qay darajagacha g'ururi yetishini kuzatish uchun o'ylab topilgandi. Niso joyida o'tira olmadi. Azizni oldiga kiray desa, so'ragisi yo'q. Kirmay desa, farzand sog'inchi bag'rini o'yib tashladi. Oxiri qanday eshik oldida paydo bo'lganini o'zi ham bilmay qoldi. Eshikni ohista taqqillatar ekan, javob bo'lmadi. Niso yana taqillatdi. Oldingidan ham qattiqroq yangragan eshikka javoban kir jumlasi yangrar ekan, Aziz o'zini ishlayotgandek ko'rsata boshladi. Janob, men ertaga bir kun dam olsam bo'ladimi? Niso ikkilangancha gapirdi. Sabab? Aziz qizning ko'zlariga qarab gapirdi. Haligi onam chet eldan keladilar. Qizim ham. Qizim jumlasidan Aziz o'rindiqda o'tira olmadi. Nimadir o'rindig'idan yorib chiqqandek keskin o'rnidan turib ketdi. Yaxshi. Bugun barcha ishlaringni yakunlab, indinga ertaroq kel, Niso. Aziz qizning bilinar-bilinmas yuzida yangragan tabassumidan o'zi ham jilmayar ekan, qo'lidagi uzukni ohista siqdi. Balki bugunda. Niso deyarli koinotda ham mavjud bo'lmagan majlis uchun hujjatlar yig'di. Kirish asosiy qism. Yakun uchun kompaniyaning barcha holatini ifodalagan bir nechta slayd tayyorladi. Oldin o'zidan ko'ngli to'lar, Aziz ayb topmasa, shu hujjat majlisda taqdim qilinardi. Agar yoqmasa, qaytarar, bu butun boshli ish qaytadan boshlanar edi. Hozir esa yo'q. Yo'q deyishidan cho'chib, Niso qo'shimcha 2 hujjat tayyorladi. Hamkasblarning ketishini kuzatayotgan Niso shu katta qavatda Aziz bilan yolg'iz qoldi. Aziz qo'lidagi idishchani yaxshilab siqar ekan, ichidagi uzuk Niso uchun chinakam kishan, o'zi uchun esa toptalgan g'ururini tiklash kalitidek edi go'yo. Aziz tabiatan tor tabiatli odam. Ayollarni o'qish, ishlashga qarshi, go'yoki ayol oshxona uchun yaralgan degandek tushuncha bilan yashar. Do'stlarining xotinlari to'yda o'ynayotganini ko'rsa, asabi chidamas. Meni xotinim shunday o'ynasin, kunini ko'rsataman deydiganlardan edi. Uylanmaganning sabablaridan biri ham mana shu. Aziz qizning oldiga chiqar ekan, ko'zini bir nuqtadan olmay ishlayotgan qiz qachon u kelib ulgurganini ham unutib qo'ydi. Ya'ni menga turmushga chiq. Aziz qat'iy gapirdi. Yuzida hech ham ikkilanish yo'q. Bu taklif yoki iltimos emas. Bu buyruqdan yangrar, yuzidagi o'ziga bo'lgan ishonch qat'iy edi. Men unday qila olmayman. Yo'q. Niso boshini silkigancha sumkasiga narsalarini tez-tez joylar ekan, Aziz joyida qotib qoldi. To'xta. Aziz qizga qo'lini uzatgancha tirsagidan ushlar ekan, Niso ketishga chog'landi. Men senga to'xta dedim. Aziz qizni tortar ekan, ayollarning tartibsiz sumkasi yerda, Niso devorga tiraldi. Azizning ko'zida Niso avvalgidan ham chiroyli bo'lib ko'rindi. Qizlik paytidagi tanasi ayol bo'lib yanada ham chiroylashgan, rad etilishini sababini esa o'zicha o'ylay boshladi. Menga turmushga chiq. Seni baxtli qilaman. Aziz bu gal yumshoqroq gapirdi. Ko'zida miltillash bor. Bu gap ichidan chiqar edi. Men bunday qila olmayman. Tushuning. Niso devorga tiralib turar, 3 bor rad javobini olgan yigitning yuzi g'alati o'zgardi. Endi o'ziga ishonch, yalinish yo'q. Nisoni 2 yelkasidan qattiq tutdi. Sen meni xotinim bo'lasan, Niso. Buni vaqt ko'rsatadi.
ishon menga qizim. Aziz qizning ko'zlariga qarab turib gapirar ekan, qizning qaltirayotgan tanasidan uzoqlashdi. Ishi ham, boshqasi ham boshidan qolsin. O'ziga siylov. Peshonamda bo'lsa, boshqa joyda ham kunimni ko'raveraman. Niso yugurgancha tez-tez yurib ofisdan chiqar ekan, Azizning tahdid ila aytgan so'zlari uni tanasini qaltirashiga sabab bo'lgandi. Bu yerni yelkamning chuquri ko'rsin. Niso jahli bilan yurgancha ketar ekan, uyga yetib kelishi bilan ertagalik uchun taom tayyorlay boshladi. Orziqib kutilgan kunlar. Daqiqalar ortidan butun oila yana o'sha mashhur O'g'iloy buvi xonadoniga yig'ilar ekan, bu yerda Nisoning bolaligi o'tgan edi. Yillar avval bu yerdan ko'chib ketishgan bo'lsa-da, hovlida ularning uyidan hattoki biror narsa ortiqcha qo'zg'almagan. Ilyos amaki bir kun kelishadi degan ilinj bilan tiq qizdirmadi hech kimga. Eshikdan kirib kelgan Imron aka uning qo'lida Mitti Zakiya va Xulkar opa kirishar ekan, shovqin boshlanib, barcha bir-biri bilan diydorlasha boshladi. Nisoning yana bir bora yuragi uvushdi. Nega shuncha bolalar yuradiki, uni dilbandi yurolmaydi? Imron aka Zakini qo'lida ko'targancha uyga olib kirar ekan, Niso hovlidagi aravachani ichkariga olib kirdi. Nisoni Zakiga qarab, ichi yana bir bor achishib ketdi. Zakiya ulg'aygani sari Nisoda vijdon azobi qiynar. Kundan kunga dardi zo'riqayotgan qizning qachon so'nggi nafasini olishini hech kim bilolmasdi. Aynan Umra safari ham davo topish ilinjlaridan edi. So'nggisi desa ham adashmagan bo'laman. Vengriya, Avstraliya, manaman degan shifokorlar va tabiblar shunchaki dorilar bilan yashashni cho'zish mumkin ekanligini aytishganda, Niso lablarini tishlab qoldi. Ko'zlariga uyqu kelmay, qiziga termulib chiqqanida barchasini Raufdan ko'rdi. Balki u qizni shunchaki tinch qo'yib ajrashganda bunchalar asabbuzarliklar bo'lmas, Zaki ham nogiron bo'lib tug'ilmasmidi? Niso uxlab qolgan qizining peshonasiga asta lablarini bosar ekan, kundan kunga so'lib borayotgan qiziga qarab chuqur nafas oldi. Darmon so'zining ildizi darddan yaralgan. Dardni Alloh beradi. Shunday ekan, nega darmonni Allohdan emas, bandasidan kutyapmiz? Imron akaning shu so'zlari kechagidek Nisoning qulog'iga jaranglardi va shoshilinch Umra safariga shu sababli chiqishgandi. Aziz telefonini ko'targancha uyga kirar ekan, sovchilik masalasida qat'iy edi. Niso uniki. "Yo'q, dadasi, meni chimchilang." Ayol sovchilikka boring degan o'g'lini gapiga ishonmay qarar ekan, bu tushimi yo o'ngi ajrata olmay qoldi. "Oyi, hazillashmayapman, sovchilikka borasiz deyapman." "Sen bola jiddiymisan?" Ayol yuzidagi sevinchni yashira olmay, divandan tushib, kreslodagi o'g'lini oldiga gilamga o'tirgancha og'zini poyladi. Shayton xonangdagi qizlardan masmish qilib, Murod aka gapni egasini topish uchun ko'zoynagini yechib o'g'liga qarar ekan, Aziz bosh silkib kulib qo'ydi. 5 mahal namoz o'qiydigan yaxshi qiz, o'zingiz xohlagandek tilla. "Yo'q, manzilini ber, ismi nima? Kimni qizi? Qayerda tanishgansizlar?" Umuman olganda uni sovchilikka borganmiz uyiga. Hattoki barchamiz bir necha yillar avval. "Yo'q, kimni qizi ekan unda?" "Qara taqdirni bolam, men faqat yaxshi qizlarga borganman. Xudo senga bitgan ekanki, shuncha vaqt shu qiz bizga atalibdi." "Otasi kim?" "Otasi Imron aka, gel zavodi bor odam." Murod akani rangi o'chdi. Gilamda hozirgina baxtdan 7-osmonga uchayotgan ayol qoshlari chimirilib, bu xosiyatsiz yangilikdan xursand bo'lmaganini yuzi bilan bildirdi. "Sen bola kasalmisan yo isitmang chiqdimi?" Murod aka o'rnidan turib ketdi. Asabiylashgandan yuzidagi ajinlar yaqqol bilinib, o'g'liga ola qarash qildi.
Bu qarashda otalik jahli emas, or-nomus masalasi yotishi ko'rinib turardi. Men ikki dunyoda ham Imronning qizini olib bermayman, bola. Murod aka qo'lidagi gazetani xonaning narigi burchagiga otdi. Yuzini ters o'girgancha qo'llarini siqar ekan, o'tmishni eslab asablari buzilib ko'z oldi qorong'ulashdi. Balki o'g'lim adashgandir Imron. Bu qadar jiddiy olma. Nima, do'stligimizni shu yerda to'xtatmoqchimisan, ahmoq? Axir ne orzularda kelmadim bu yerga. Boshimni egib, aybim bo'lmasa-da uzr so'rab keldim. Murod aka o'sha shu voqeadan bir oy o'tib Imronning oldiga kelar ekan, Imron aka shunchaki adashgandir degan so'zlarga chiday olmadi. Do'stining yoqasidan oldi. Sen va meni o'rtamda na qudachilik va na do'stlik bor, Murod. Senga qizimni bergandan ko'ra ko'chadagi itga berganim afzal. Yuzsizlar. Do'stlik yakunlandi. Shundan buyon choyxonalarda alohida davralarda o'tiradigan bu kishilar vaqt o'tgan sari oradagi nifoq urug'ini kattalashtirib, o'zlariga nega men uzr so'ray degan fikrni miyalariga qadab qo'yishdi. Vaqt insonlarni bir-biriga dushman qilar ekan. Avvallari alohida davralarda o'tirgan bu oshnalar keyinchalik yuz ko'rmas, u bor bo'lsa men bormayman deyishgacha yetishdi. Nisoning ota uyga qaytishi Imron akaning qaddini bukib qo'ydi. Alam qilganidanmi? Yo'q, mastlikdan. Murod aka choyxonada barcha erkaklar va oshna og'aynilar bor davrada Imron akaning qizini o'g'liga olib bermoqchi bo'lgani haqida gap ochdi. Gapi oxirida yetar yetmas, qizi buzuqda, itning olasi, qiz ishonaveringlar. Bu so'zlar Imron akaning qulog'iga yetib kelganida ancha kech bo'lgandi. Shu Murod aka bor davralarda soyasini ham ko'rsatmaydigan bo'ldi. O'shandan buyon o'zini ayblaydi, ammo imkonsiz. Imron aka aslo uni kechirmaydi. Hamma yerni buzgan sensan, tag'in olamni portlatib borasizlarmish. Ol mana bu bolangni onasi, hozir urib mayib qilib qo'yaman. Murod aka o'zini zo'rg'a tutdi. Aziz ko'zlarida baribir bilganimdan qolmayman degandek otasiga jahl qilib eshikni qattiq yopgancha tashqariga chiqib ketar ekan, erkak asablari dosh bera olmay kresloga quladi. Kelib o'shaning ajrashgan qizini olib beramanmi? Bu o'g'ling nima balo? Meni yurak xurujidan o'ldirmoqchimi onasi? Erining dakkisi-yu o'g'lining uylansam faqat shunga uylanaman deya quloq miyasini yeyotgan diyolari Muyassar opani og'riyotgan boshini karaxt qilib qo'ydi. Shu qiz keldi-yu, erim bilan o'g'limning orasi buzildi. Ha, farishta bo'lganida ajrasharmidi turmushidan. Ilon, o'g'limni o'qitib boshini aylantirib olgan. Muyassar opa telefonda opasiga yig'lay boshladi. Shuni ham o'ylaysanmi? Hozirgilar sendan ancha puxta. Eng yaxshi yo'l ertaga boramiz-da, o'sha mahallanda shunaqangi sharmanda qilamiz, keyin bosh ko'tara olmay yuradigan bo'ladi. Shunday qilsammikan? Muyassar ayaga bu taklif moydek yoqib ketdi. Zora shu bilan uyidagi janjallar barham topsa edi. Aziz tuni bilan uxlolmay chiqdi. U yoqqa o'girildi, bu yoqqa o'girildi. Bazo'r soat 6 bo'lishini kutib joyidan sakrab turdi. Tunov kungi ishlaridan so'ng kecha Nisoning ishga chiqmasligi aniq edi. Ammo baribir ham ko'ngilga buyurib bo'larmidi? Balki chiqar degan umidda ertalab sahardan ishga otlandi. Niso kechasi bilan uxlamay bolasiga qarab chiqqan. Ko'z oldida ulg'ayotgan qizini kelajagini o'ylasa ba'zan o'zi qo'rqib ketardi. Nogiron qizga kim ham uylanadi? Niso ertalabdan turgancha choy tayyorlar ekan, asta-sekin barcha dasturxonga o'tira boshladi. Bu tinchlik bo'ron oldidagi tinchlikka o'xshatish mumkin edi.
5 yil deganda endi jambul-jam bo'lgan oila o'zgalar singari janjaldan uzoqlashib emas, ayni shu janjallar oqibatida mustahkam qal'a kabi ko'rinar edi. O'g'loy opa juda yomon qaynona bo'ldi. Go'yoki kelinlari o'g'illarini tortib olgandek ko'rinardi. Xulkarning qiz tug'ishidan tili qisiq bo'lishini o'ziga qurol qilgan ayol umrining oxirida bari uchun afsuslandi. Ammo so'nggi nafasida bu ishlari uchun qattiq afsuslangandi. Mana, hozir oila shularni eslar ekan, eshikning qattiq taqqillashi barchaning e'tiborini tortdi. Chiq deyapman senga. Eshikning orqasida esa Azizning onasi buzib yuborgudek eshikni qattiq taqqillatardi. Hammadan oldin Nisoning otasi Imron aka yugurib chiqar ekan, Muattar opa o'zini tutolmay Imron akaga tashlanib, og'ziga kelayotgan nima gap bo'lsa socha boshladi. Ayolning shovqiniga butun mahalla yugurib chiqqan, eshikdan pisibgina qarayotgan ayollar u qorinlarini qappaytirib, uylari derazasidan qarayotgan erkaklar tong sahardagi tomoshaga hayron boqishardi. Qizingizni tiyib oling. Muattar opaning gapi shartda bo'lindi. Yoshiga nisbatan yosh ko'rinadigan, o'ziga doimiy uyda o'tirsa ham yuzini allam balo bo'yoqlar bilan bo'yab olgan Nisoning yangasi oldinga chiqdi. "Ha, kelib bilib bilmay gapiryapsan shallaqa? O'zing tilingni tiy. Seni tiyish kerak-ku. Nima bor mening hovlimda?" Avval qizlaringni tiyib ollaring. Turmushdan qaytgan qizingni uylanmagan chet elda o'qigan o'g'limni qo'yniga solib, boshini aylantirishni sendan o'rgandi shekilli. Taviya. Robiya o'zini tutib tura olmadi. Qarshisidagi ayolni kimligiga ham qarab o'tirmay, ko'ksiga qattiq turtgancha uning o'zidek muomala qila boshladi. Battar bo'l, jiyanim o'g'lingga osilgan bo'lsa, men eringni olaman. Yana bir marotaba kelsen. Robiyaning hazil tariqasida aytilgan gapidan Muattar opa ko'zini katta ochib qo'rqib ketdi. Muattar opa nafasini nazorat qilishga harakat qilgancha oldidagi haydovchiga suv olib kelishini buyurar ekan, singlisi unga shamol qila boshladi. "Gapini eshitdingmi? Gapini qara. Yo'q, men bularga chida olmayman. Bular o'qitib olgan bo'lsa ham bizni ko'ra olmaydi, Nigor, ko'ra olmaydi." Allaqachon o'qitib olgan. Tavba qildim, siz ham bo'shashgansiz-da. Muattar opa yalt etib singlisiga qaradi. Robiya bilan urushganida darrov yo'qolib qo'yilgan bu ayolga qarab battar ensasi qotdi. Muattar opani bu afsuslanishi endi o'g'lidan emasdi. Aksincha, sharmanda qilaman deya borgan ayol o'zini o'zi sharmanda qildi. Robiya uni yaxshigina o'rnini ko'rsatib, o'zi mashinasigacha kuzatib qo'ydi-yu, yana bir nimalar demoqchi bo'ldi. Ammo erining ustingdan yozadi deya chetga olganini ko'rib, indamay qoldi. "Ko'rasan Nigor, shu qizni o'g'limga olib bersam, Muattar ismimni boshqa qo'yaman. Men tirik ekanman, bu aslo bo'lmaydi." Aziz ofisda hujjatlarni ko'zdan kechirar ekan, har zamon kompyuter ekranidagi kameralarga ko'z qiri bilan qarar. Koshki Niso kelgan bo'lsa deya umid qilib, ofisda zo'rg'a o'tirardi. Sitora oldi ochiq ko'ylagining rangiga moslab oyoq kiyim tanlash bilan ovora ekan, telefoniga kelgan xabardan sergaklandi. "Assalomu alaykum Sitora opa. Men Nisoman." "Sitora opa, avvalambor uzr va rahmat. Uzrim shuki, men ishdan ketishga majburman. Meni to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Rahmatim shuki, menga shunday ishni ishonganingiz va ajoyib jamoa uchun. Sizni hurmat qilib qoluvchi Niso." Sitora qanday yuziga tabassum yugurganini bilmay qoldi. Beixtiyor tilidan "Xudoga shukr" jumlasi chiqdi.